Assalomu alaykum akalar. Bizning xudo xolisi obyektimizni bityapmiz ekan. Skorsini oshiryapmiz, bilsanglar. Bu qorda yuradigan skuter. Ikkinchisi mana bu. Hop, buni miyasi kichikroq edi, biz uni ustrit qilib, kattalashtirib, maksimal darajada zo'rg'a sig'di mana. Maksimal darajada qilib, tezligini ko'rsanglar bo'ladi. В общем tez. Bunga o'chirib yoqadigan alohida miyani qo'ydik, любой bitta yoqib sport rejim bosib o'ziniki mana обычный bo'ladi. Buni endi sochyapmiz. Qo'l-noldan qilib beryapmiz. Ideal yo'q. Murojaat qilasiz, kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa.